Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan like bosib qo'yamiz. Xo'p, Andijon shahar Dalvarzinga bitta ishimiz bitdi mana. O'rnatib bo'ldik. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Kommentariyada izohda fikringizni yozasizlar, bu muhim. Xo'p, uni eni 346 ga bo'yi 284 ga bitgan, qalinligi 5.3 ga o'tkazdik. Resmisini yaxshi holatda chiqdi. Xo'p, qalinligi yaxshi, quruqligi 3 yil bo'lgan bu taxtamiz kelganiga, yaxshi holatda turibdi. Quluplarimiz ham boshqacha endi. Quluplanishi yaxshi. Go'zal holatda. Ochib yopilishlari mana normal. Bitta barmoqda ochib yopaverasizlar. Xo'p, oshig'ini o'rtasiga universaldan 7 ta qo'yordik. Xo'p, bo'yiga qarab turib, qancha ko'p bo'lsa shuncha qo'yilaveradi. Xo'p, daborimiz 35 sm ga chiqdi. Yaxshi holatda. Xo'p, narishligimiz 14 sm ga chiqqan. Go'zal holatdagi ishlar. Shunaqangi yog'och darvozalar kerak